Juda ham ko'pchilik o'ylaydi, grija bu kasallik, umurtqa pog'onasida yuzaga keladigan grija bu kasallik deb o'ylaydi. Aslida bu grija degan kasallik absolyutni yo'q. Gapirilayotgan ko'plab ma'lumotlar xato, noto'g'ri. Nimaga? Grija bu kasallik emas. Grija bu asorat. Nimani asorati? Tanadagi mushaklar, oyoq mushaklari, tos sohasidagi mushaklarni funksional holati yaxshi emasligi hisobidan tanani o'zini tutishi buzilishni boshlaydi. Tanani karkas mushaklarini holati yaxshi emasligidan umurtqa pog'onasidagi bevosita zo'riqish yuzaga kelishni boshlaydi. Natijada tanani og'irligi va undan tashqari biz mehnat qilayotganimiz yoki ishlayotganimiz yoki o'tirganimizdagi tanani og'irligi to'g'ridan to'g'ri umurtqa pog'onasi orasidagi disklarga tushishni boshlaydi. Va bu disklarni atrofini o'rab turadigan disklarning fibroz halqasi yorilib ketadi. Nagruzkada, ya'ni doimiy zo'riqish bu narsani yorilishiga, ya'ni protruziyaga olib keladi. Va bu protruziya uzoq vaqt davom etishi hisobiga oradagi liqildoq modda tashqariga chiqib ketadi. Buni grija deb atashadi. Lekin bu grija o'zidan o'zi mustaqil rivojlanmaydi. Buni yuzaga kelishiga sabab odam tanasidagi muskul strukturasida turli xil jarayonlar oqibatida rivojlanadi.